Assalomu alaykum. Avvalgi darsimizdan boshlab ko'rinib turgan dasturga kod yozishga kirishgandik. Bu darsimizda ulgu yorsa xudo xolasa shu dasturni oxiriga yetkazishga harakat qilamiz. Aytganimizda eng birinchi qatorda, ya'ni 0-indeksli qatorda ko'rib turganinglardek ob-havo ma'lumoti degan yozuv bor. Bu ob-havo ma'lumoti degan yozuvimiz o'lchami nisbatan kattaroq o'lchamda yozilgan. Sarlavhamizga ob-havo ma'lumoti degan yozuv yozilganida sarlavhasida label shu set font metodidan foydalanib shriftini o'rnatib olishimiz mumkin. Shriftimiz nomi Verrana, o'lchami 20. Endi buni setkaga joylashtiramiz. Joylashtirayotgan vaqtda add metodidan foydalanib joylashtirishimiz mumkin. Ikki xil add metodi bor. Birinchisi 3 ta, ikkinchisi 5 ta parametr oladi. Agar ustunlar yoki qatorlarni birlashtirishga zarurat tug'iladigan bo'lsa, 5 ta parametrli add metodidan foydalaniladi. Biz qilmoqchi bo'lgan dasturimizda sxemada ham ko'rinib turgandek 8 ta ustun birlashtirilib, ob-havo ma'lumoti degan yozuv yozilgan. Shu sababli biz hozir 5 ta parametr oluvchi add metoddan foydalanamiz. Birinchi parametrga qaysi kontrol joylashtirish kerakligi ko'rsatiladi. Sarlavha degan nomli labelni joylashtiramiz. Ikkinchisiga nechinchi indeksli ustunga joylashtirilishi kerak. Uchinchi parametrga nechinchi indeksli qatorga joylashtirilishi kerak. 0-indeksli qatorga joylashtiramiz. Nechta ustun birlashtirilishi kerak bo'lsa, bu ustunlar soni 4-parametrga ko'rsatiladi. 8 ta ustun birlashtiriladi. Nechta qator? Bitta qator. Ikkinchisiga gorizontal separator joylashtirishimiz kerak, ya'ni 1-indeksli qatorga. Buni joylashtirish uchun avvalambor separator yasab olishimiz kerak. Separator degan klass nomini yozaman buning uchun. Keyin unga nom beramiz. Ajratgich gorizontal. Shuning uchun ham ajratgich nomladi. Undan keyin barobar new separator deymiz. Separatorda yasab oldik, uni ham setga joylashtirishimiz kerak. Buning uchun ham 5 ta parametrli add metodidan foydalanaman. Chunki 7 ta ustun birlashtiriladi unda. 0-indeksli ustun, 1-indeksli qator 7 ta ustun birlashtiriladi, bitta qator birlashtiriladi. Shu bilan separatorni ham sxemada qanday ko'rsatilgan bo'lsa, shunday joylashtiring. 0-indeksli ustun, 1-indeksli qatorga bu gorizontal separatorda joylashtirdik. Undan boshlab 6 gacha indekslangan 7 ta ustun birlashtirilgan. Endigi navbat ko'rinib turgandek payshanba, vertikal separator juma, vertikal separator hamda shanbani joylashtirishga keldi. Dasturda yana bir e'tibor beradigan bo'lsak, payshanbani shrifti kattaroq, oddiy shriftda yozilmagan. Shuning uchun birinchi navbatda shriftni kattalashtirib olishimiz kerak. Payshanba degan labelimiz bor edi. Buni set font degan metodni ishga tushiramizda, font klassini font degan statik metoddan foydalanib, uning ichiga shrift ko'rsatamiz. Verrana shrift o'lchami 18. Endi buni ham setkaga joylashtirishimiz kerak. Setkani add degan metoddan foydalanamiz. Yana 5 ta parametrlikdan foydalanamiz, sababi ikkita ustun birlashtiriladi bu yerda. Payshanbani joylashtiramiz. Ustun indeksi 0, qator indeksi 2. Ikkita ustun birlashtiriladi. Sxemada ham ko'rinib turgandek, 0-ustun 2-indeksli qatorga ikkita ustun birlashtirib yuborilib, payshanba degan yozuv yozilgan. Endi undan keyin bitta separator qo'yishimiz kerak. Buning uchun separatorda avvalambor yasab olishimiz kerak. Buni nomini ajratgich vertikal ajratgich bu birinchisi bu. Barobar new separator deymiz. Yasayotgan vaqtda konstruktor ichiga orientationini ham ko'rsatib olishimiz mumkin. Uni vertikal qilamiz. Buni ham endi setkaga joylashtirib qo'yish qoldi. Setkaga joylashtirayotgan vaqtda avvalambor sxemadan ko'rib olsak, sizlarga ham tushunarliroq bo'ladi. Ikkinchi indekslik ustun ekani, ikkinchi indeksli qatorda bu ham. Lekin ikkita qator birlashtirib yuborilgan. Shuni ko'rsatishimiz kerak hozir. Setkaga add qilamiz. Ajraver 1da ustunni indeksi 2, qator indeksi 2 bo'ldi. Ustunlar birlashtirilmadi, lekin ikkita qator birlashtirildi. Payshanbadan tashqari juma bilan shanba ham bor. Nusxa havola qolyapman. Endigi navbat jumaga keldi. Juma bo'ladi, bunisi ham juma bo'ladi. Juma 3-indeksli ustun 2-indeksli qatorga joylashtirilar ekan. 3-indeksli ustun 2-indeksli qatorga joylashtirilar ekan. Bu ajraver 2 bo'ladi va ham ajraver 2 bo'ladi. Lekin ajraver 2miz 5-indeksli ustun 2-indeksli qatorga joylashtirilar ekan. 5-indeksli ustun 2-indeksli qator. Keyin shanba keladi. Shanba bo'ladi bu. Buni ham shanbaga o'zgartiramiz. Shanbaning koordinatasi 6-indeksli ustun 2-indeksli qator. 6-indeksli ustun 2-indeksli qator. Undan keyin boshqa separator yo'q, shuning uchun buni o'chirib tashlayman. 2-indeksli, ya'ni 3-qatorga ham joylashtirish kerak bo'lgan kontrollar joylashtirilgan bo'lindi. Endi oxirgi 4-qator, ya'ni 3-indeksli qatorga joylashtirish kerak bo'lgan kontrollar qoldi. Birinchi navbatda bitta rasm qo'yishimiz kerak. Bu image view dan olib kelib qo'yiladi. Bulut rasmi. Image view buni bulut deb qo'ying. Barobar new image view deb yozaman. Avval imageda obyektni yasab olganda, shu obyektdan foydalanib image viewni ham yasab olyapman. Setkaga endi uni joylashtirishimiz kerak. Setkaga add deymiz. E'tibor qilsanglar, bulutni joylashtirayotgan vaqtimizda hech qanaqangi qator ham ustidan birlashtirilmagan. Yagona yachakiga joylashtirilgan. Shuning uchun ham endi 3 ta parametrli add metodidan foydalansak ham bo'laveradi bitta. Add deymizda bulutni 0-indeksli ustun 3-indeksli qatorga joylaymiz deb ko'rsatib qo'yamiz. Bulutni joylashtirganimizdan keyin haroratni ko'rsatib turuvchi bitta label yasab olishimiz kerak. Label harorat, birinchi harorat deyman. Barobar new label deymizda yozilishi kerak bo'lgan matnni konstruktor ichiga yozib qo'ya qolaman. 16 bo'lsin. Undan keyin buni ham shriftini ko'rsatib qo'yishimiz kerak. Haroratga set font deymiz. Vertani 18 bo'ladi. Buni endi setkaga qo'shishga qoldi. 1-indeksli ustun 3-indeksli qator ekan. Harorat 1da
birinchi indeksli ustun, uchinchi indeksli qatorga joylashtiramiz. Bunaqa narsalardan hali yana ikkita bor, shuning uchun yana ikkita nusxa olyapman. Image view bulut bo'lmaydi, endi bu quyosh 1 bo'ladi. Bu ham bulut rasmi emas, quyosh rasmi bo'ladi. Endi quyosh rasmi 0.3 ta emas, balki 3.3 koordinatali yacheykalar. Shuning uchun buni 3.3 qilamiz. Haroratdan endi harorat 1 emas, harorat 2 bo'ladi. Haroratimiz 16 emas, 18. Bu ham harorat 2 bo'lishi kerak. Bu joyda quyosh 1 deb yozish kerak. Bu joyda ham harorat 2 bo'ladi. Ikkinchi harorat 4.3 koordinatada joylashgan ekan. Bu ham endi bulut emas, quyosh 2 bo'ladi. Bulut rasmi emas, quyosh rasmi bo'lsin bu ham. Bu joyga ham quyosh 2 deb yozamiz. Quyosh 2 imiz 603 koordinatada ekan. Undan keyin harorat 3 koordinatada keldi. Harorat 3imizda 20 daraja edi. Bu joyga ham harorat 3 deyishimiz kerak. Harorat 3 bo'ladi demakki, endi bu 7.3 yacheykaga joylashadi. 7.3 yacheyka. Dasturimiz tayyor bo'lib qoldi. Endi sahnaga set title metodi yordamida sarlavha o'rnatib qo'yaylik. Bu separatorga namuna bo'ldi. Sahnamizga endi epizod joylashtirishimiz kerak. Set scene metodi yordamida joylashtiriladi bu. New scene deb shuni ichidan obyekt yasab qo'ya olamiz. Bu joyga setga deymiz. Eni 360, bo'yi 150 bo'lsin. Endi sahnani shu qilib qo'ysak bo'ldi. Shu bilan dasturimiz nihoyasiga yetdi. Mana hammasi bir chiroyli joylashtirilibdi. Endi sizlarga yana bitta narsani aytib qo'ysam. Odatda ob-havo ma'lumotlarida haroratni qiymatidan keyin tepada gradus anglatuvchi kichkinagina doira shaklidagi belgi, keyin C qo'yiladi. Doira shaklidagi belgini qo'yishni ko'pchiligimiz bilmasligimiz mumkin. Bu belgini topish yo'llaridan bittasi Wordga kiramiz. Stavkaga kirsak, bu yerda simvol degan joy bor. Simvolga o'tamiz mana. Другие символы degan joyga kiramiz. Kirib endi shriftni nomi belgilanadi. Biz Verdana shriftidan foydalandik. Shuning uchun ham shriftni nomini Verdanaga o'zgartirib, gradusni belgisini anglatuvchi kichkinagina tepaga joylashtirilgan doirani axtaramiz. Mana shu belgi kerak bizga. Shu belgini qarasak 00B0 ekan. Orqadan keyin slash ni qo'yamiz, U ni qo'yamiz, keyin 00B0 ni qo'yamiz. Demak, Unicode'dagi belgisi bu. Unicode'da anglatadi bu slash U. Slash U dan keyin mana shu kodi ko'rsatilsa, shu koddagi belgini olib ketgani. Undan keyin C ni qo'yib qo'yaman. Qolganlarga ham xuddi shuni qo'ysak bo'laveradi. 18 ham Celsius shkalasi bo'yicha haroratni anglatadi, 20 ham shunaqa. Kodni boshqatdan hozir ishga tushirsak, baribir kod yaxshi ishlamaydi. Sababi setkamizga biz qo'ygan narsalar sig'may qoladi. Hajmini sal kattalashtirishimiz kerak. 425 qilaylik. Kodni qaytadan ishga tushirib ko'rsam, biz aytgan narsa bu 16 gradus Celsiy, 18 gradus Celsiy, 20 gradus Celsiy. Separatorlarga CSS'larni tatbiq etish mumkin. Buning uchun birinchi navbatda CSS fayl yasab olishimiz kerak. CSS fayl yasash uchun uskunalar panelidan mana bu uskunani ham tanlash mumkin, ichartish mumkin yoki bo'lmasam fayl menyusidan new file deb tanlasak ham bo'laveradi. Kategoriyalardan biz eng pastdagi orderni tanlaymiz, fayl type'lardan Cascade install sheet tanlaymiz. Next'ni bosamiz, undan keyin faylimizga nom berishimiz kerak. Stil deb bersak, boshqa narsalar uchun boshqa bo'laveradi. Shu joyga separator deb yozaman. Separator klass tipli har qanday kontrolga ketaveradi degani bu. fx background color deb bersak birinchi navbatda. Ularning kodi 16lik sanoq sistemasidagi alt xonali raqamdan iborat bo'ladi. Rangimiz aytaylik 79423 bo'lsin. Undan keyin fx background radius ham berish mumkin. 2 bersak. CSS faylni yasab oldik. Endi uni qanaqa qilib separatorlarga tatbiq etish mumkin? Buning uchun eng birinchi navbatda scene yasa olamiz. Epizod barobar mana bu joyga narsani olib kelib qo'ysak bo'laveradi. 2 epizod qo'yamiz. Endi buni pastki qatordan epizodga get style sheets degan metod bor. Shunga add qilib qo'shib qo'yishimiz kerak. CSS faylimizning nomi stil CSS edi. Lekin bu fayl JavaFX controller papkasida joylashgan. Shu papkaning nomini olib kelib qo'yishimiz kerak. Endi kodni ishga tushirib ko'radigan bo'lsak, ko'rinib turgandek mana biz bergan stilda separatorlar o'ziga qabul qilib oldi. Separatorlar to'g'risida gaplashmoqchi bo'lgan narsalarim shulardan iborat edi. Shu bilan keyingi darslarimizda ko'rishgunimizcha xayr, salomat bo'linglar.